Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Ben bugün şu Wuhan virusi yoki koronavirus to'g'risida o'zimning o'ylaganlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Meylerning xabar olgandagidek butun dunyo miqyosida bu kasal keng tarqab, hamma odamning hayoti shu kasal tufaylidan andishiga patdi. Adam endiş qilmay o'ylamay desimi shu odamning esidan kallasini chiqib ketmaydigan bir hol shakllanyotdi. Endi bu kasalninki keng tarqalishiga ergishib, bu kasaldan qanday saqlanish to'g'risida har xil uchurlar keng tarqalyotdi. Mayli ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, mayli YouTube kanallarida bo'lsin yoki Facebook boshqa medialarda bo'lsin, bu kasal to'g'risida nurg'un uchurlar ko'payib degandek o'xshamagan kishilarningki o'xshamagan takliflari o'tirg'i chiqyapti. Endi bularni markazlashtirib yig'inchoqlab aytgan vaqtida asosligi shu birisi qo'l yuvish, anandan keyin ikkinchisi shu insonlar ko'p yerga bormaslik, ya'ni boshqalar bilan musofa saqlash, anandan keyin kasal bo'lib qolgan vaqtida uydan chiqmaslik, ya'ni uyda turib yaxshi orom olish degandek shu bir necha xil usulga markazlashdi hozir. Hamda bu kasaldan saqlanishninki usullari asosan shu bir necha xil turgan qildi. Ammo bugun havo ochiqkan, shuni sirtlarga chiqib bir aylanib kiray deb sirtga chiqqan. Qarasam hayotni normal davomlashib o'tibdi. Nurg'un odamlar yo'l mangadiganlar yo'l mangib, chiniqadiganlar chiniqib, yuguradiganlar yugurib, velosiped minadiganlar velosiped minib degandek hayot yana burunqidek davomlashib o'tibdi. Chunki biz yolg'iz bu virusdan andisha qilib uydan tashqariga chiqmay o'ltirish bilan bu kasaldan unumli saqlana olishimiz notayin. Yani beden chiniqtirish degandek, quyoshga uchirish degandek usullarni unutilib qolmasligimiz kerak. Shunga sharoit bog'lar, odam bak ko'p yerga bormagandan boshqa sirtlarga chiqib, bulab havo yaxshi vaqtida harakat qilib, qanday harakat qilish usulini yaxshi ko'rsangiz shu usullar bilan beden chiniqtirish degandek faaliyetler bilan shug'ullanib, andan keyin andishani to'vallatgan vaqtida orom olishmi yaxshi bo'ldi. Andan keyin yaxshi oziqlanish, ya'ni sog'lom oziqlanish. Bu uch xil usul orqali bizningki immunitet kuchimizni yaxshilashga, ya'ni kasalga taqobil turish kuchimizni yuqori ko'tarishga foydali. Biz agarda yaxshi uxlamasak, ya'ni andish qilib yaxshi uxlayolmasak, bu bizningki immunitet kuchimizni zaxma qiladigan bir omil. Andan keyin chiniqish, badan chiniqish, sog'lom oziqlanish, bularning hammasi bizningki immunitet kuchimizni yuqori ko'tarib, kasalga taqobil tura oladigan bir sog'lom bir badan yaratishimizga jiq foydasi bor. Shunga imkoniyati va do'stlar fursat topib qolsa, odam oz tashqi, ya'ni tabiiy manzarlarga berib harakat qilish, saf havodan nafaslanish, andan keyin eng muhimi quyoshga qoqilinish degandek usullarni qo'llansa, meningcha tashviqotlarda davatgan usullardan buningga qo'shib, bu usullar hammasi bizningki yolg'iz bu virusdan saqlanish emas, eng muhimi immunitet kuchimizni yuqoriltib, agar tasodifiy bu virus bilan yuqumlangan taqdirdami asli kelishimizning tez bo'lishiga foydasi bor. Bu haqda men
burunqi leksiyalarimdimi Astol ta'kidlab o'tgan, bugun sirtniki avosniki nayta yaxshi bo'lganligi, anandagi nurg'un odamlarning sirtlarga chiqib harakat qilayotganligini ko'rib, buni men yana bir eskartib qo'yay dedim. Anandan keyin shu munosabat bilan shu o'zimniki bu kasaldan qanday mudofaa ko'rish, o'zimizniki sog'lomlikqa qanday kafolat qilish to'g'risida ba'zi o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Men yuqorqi takliflardan boshqa yana tövəndəki bir neçə tarafda do'stlarga samimiy taklif bermoqchi. Yani agarda siz bu kasaldan bak andish qilib kundilik hayotingizga, kundilik turmushingizga ko'p ta'sir yetgan bo'lsa, eng yaxshisi bu sansifirlik uchurlarga bak diqqat qilib ketmang. Yani alayda kunda kirishib shu voy atrofimizda mana kasal ko'payibdi, u kasal ko'payibdi, bu kasal ko'payibdi degandek undaq sonliq ma'lumotlarga bak kirishib qolmang. Undan boshqa anandan keyin shu xabar manbasini bak keng doira qilib olmang. Yani o'zingiz ishongan medialardan bir nechasiga lakinsa agishib boshqalarninki nima deyishi bilan bak kirishib qolmang. Chunki bu kasalninki butun dunyoda keng tarqig'ini, u bir reallik, u bir haqiqat. Mayli yinimizda bir kasal ko'paysin yoki bir kasal azaysin, u cho'ng masala emas. Chunki u faqatla statistika uchun muhim hamda. Voy ma davlatda ma rayonda manchi kasal bo'pti deb faqatla statistika qilishga muhim. Amaliyotda u statistika bo'lsin, bo'lmasin, mutlaq ko'p sondagi davlat rayonlarda bu virus allburun tarqab bo'ldi. Hamda shuni izlab tepib diagnoz qo'yib statistikaga kirgizishli masalasi qoldi. Shunga sonliq ma'lumotlarga bak kirishib ketib, ko'niga har xil manbalardan har xil uchurlarni izlab so'rab ashta ko'rgan vaqtimizda bizningki jiddiylashishimiz, andish qilishimiz texmi ig'ir bo'lishi mumkin. Shunga mening taklifim, har birimiz o'zimiz turayotgan davlatda hamda ishonchlik deb qaragan 2-3 xil manbaga lakinsa markazlashtirib har kuni o'zimizni yangi uchurlardan ma'lum qilib tursak, meningcha yetarlik. Bundan boshqa bak izlab so'rab kelish manbasi aniq bo'lmagan yoki ishonchsiz bo'lgan nurg'un xabarlar uni izlab so'rab ko'rib ashta qilgan vaqtimizda bizningki andish qilishimiz texmi ulg'ib, uningdan alohida bir ko'p manfaatlanmasligimiz mumkin. Chunki bu g'arb dunyosida fikr erkinligi, axborot erkinligi bo'lganligi uchun har odam o'zining o'ylaganlarini, o'ziningki bilganlarini davirdigan gap, uningki bizga qanchalik foydasi bo'ladiganligi u ikkinchi masala. Shunga bak sirliq narsalarga, bak suiqasd nazariyasini targ'ib qiladigan narsalarni ularni ko'rib, voy nerdan kelgan, nim bo'lib ketadi degandek unda narsalar bizningki hozir reallik turmushimizda jiq foydasi yo'q bizga. Chunki u davrdan o'tib ketdi. Hozir mayli yinimizda diagnoz qo'yilgan 10 olsun, 100 olsun, 200 olsun, u masala u emas. Masala shu virusninki dunyoning ko'p qismida allburun tarqab bo'lganlik. Bu bir reallik, bu bir haqiqat. Uningki diagnoz qo'yib statistikaga kirishi faqatla vaqt masalasi. Yuqumlanganlar yuqumlandi degan gap. Hozir bizning qila oladiganimiz birsi diqqat qilishga tegishli ishlarning hammasiga diqqat qilish, ya'ni eng yuqori darajada bu virusdan mudofialanish. Andan keyin ikkinchisi bakka jiddiylashib, andish qilib ketmay normal hayotimizni davomlashtirish. Chunki
odamning sog'lomligiga ta'sir qiladigan omil yolg'iz bu virus bo'lmasdan nurg'un boshqa omillarmi bor. Endişe haddidan ziyoda ko'p bo'lib ketgan vaqtidami bizning sog'lomligimizdan masala chiqadi, immunitet kuchimiz tuvallaydi. Shuning bilan mayli bu virus bilan yuqumlanish bo'lsin yoki yuqumlangandan keyin asli kelishimiz hammasi qiyin bo'ladi. Shunga mening taklifim o'zimizni salmoq tutib, oladigan chora-tadbirlarning hammasini ilib, lekin endishini ko'p qilmay normal hayotimizni davomlashtirish bu meningki do'stlarga beradigan samimiy taklifim. Bugun mushu yerga so'zlab turay. Men yana kunda ba'zi uchurlar bilan yoki o'zimning ko'z qarashlar bilan sizlarni amalba xabarlantirib turishga tirishaman. Anglanglarga rahmat. Xayr xo'sh, kelaqtim ko'rishaylik.